O'zbekiston sharoitida ikki xil usulda ekiladi. Har qanday dehqonchilik. Shuning uchun обязательно men 300 kilo fosfor beraman bunga hozir. Azot yengilroq beraman. Kaliy ekologiya beraman. Suvga ekish ham to'g'ri yo'l, namlab turib yahobga ekish ham to'g'ri yo'l, quruqqa ekish ham to'g'ri yo'l. Hurmatli kuzatuvchilar, mana 1 gektarlik don variantiga ekayotgan makka joyimizda ishlov jarayoniga keldik. Mana o'sha makkamiz chiqqaniga ham 20 kun bo'lib qoldi bu yerga. Shokir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu mo'min musulmonlarga barakasini yomg'ir kabi yog'dirib qo'ysin. Alloh taolo qilayotgan ishlarimizga, dehqonchiliklarimizga, halol kasbimizga baraka ato etsin. Allohim bu qilayotgan harakatlarimizni, amallarimizni barchasini o'ng tomonimizdan olsin. Savollar bo'lyapti. Makkani necha xil usulda eksa bo'ladi? Quruq eksa ham bo'ladimi deyapti bir kishi. Suv qo'yib namiga ekish kerak deyapti. Shu haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tsangiz, Makkani ishlov jarayonlariga alohida to'xtalamiz. Bugun 26-aprel, 10-aprel kuni ekkanmiz bu makkamizni. 12-aprel kuni suv ochganmiz. Bu makkamizni hozirgi holati 14 kunlik holatda turibdi. O'zbekiston sharoitida ikki xil usulda ekiladi dehqonchilik. Har qanday dehqonchilik, ya'ni makka bormi, g'o'za bormi, to yer yong'in hamma narsa ikki xil usulda ekiladi. Ya'ni quruq usulda ekiladi, yahoblab turib nam usulda ekiladi. Endi men ikki usulda ham ekib ko'rganman. Bizga Xudo xolasa suv yaxshiligi uchun sharoitlarimiz Allohga behisob shukr, beminnat suvimiz borligi uchun men buni shoshilmay ocharga ovolaman. Shoshilmay ekib turib keyin sug'oraman. Xo'p, ikki usul ham to'g'ri usul. Quruq usul ekish ham to'g'ri, yahoblab ekish ham to'g'ri usul. Lekin bitta narsa borki, dehqonchilikda umri uzoq, keyin senirlari baland, kasallikka chalinmasligi uchun suvni qancha tagidan, qancha uzoqdan ichsa, shunda dehqonchilik chiroyli bo'ladi. Suvdan taxminan deylik 15 sm balandlikda turibdi. O'sha holat bo'yicha 25 sm uzoqlikda turibdi suv. Mana. Endi bu dehqonchilik suv ezimaydi hech qachon. Avvalambor har qanday dehqonchilikda suvga ezdirmaslik kerak. Birinchi o'rinda suvga ezdirmaslik kerak. Ikkinchi o'rinda suvsiz qo'yib qo'ymaslik kerak har qanday dehqonchilikda. Shuning uchun menga keraklik eng yumshoq turpoq. Mana bu joyda turibdi, mana yumshoq turpoq. Mana turibdi. Men shundan foydalanib chiqarib oldim. Suv ezdirmadim. Endi men namga ekkan bo'lganimda suv mana shu to'shni yorganda mana makka hech olmasa deylik 10 sent 5 sent pastda ekardi. Ertaga suv ochsa narsa bo'lganda ham moning o'sha balandda turmas edi. U men uchun mono to'g'ri yo'l, lekin ikkovi ham to'g'ri yo'l. Namga ekish ham to'g'ri yo'l, quruqqa ekish ham to'g'ri yo'l. Ilojini boricha har qanday dehqonchilik suvdan uzoqroq, suvdan balandroq. Suv ezimaslik kerak. Avvalambor suv ezdirmaslik kerak, ikkinchi o'rinda suvsiz qo'yib qo'ymaslik kerak. Shu ikkovi ham obunachilar berayotgan savolga javob, ikkovi ham to'g'ri yo'l. Suvga ekish ham to'g'ri yo'l, namlab turib yahobga ekish ham to'g'ri yo'l, quruqqa ekish ham to'g'ri yo'l. Meni fikrim. Bu o'zimning fikrim. Shu. Endi mana ekildi, mana endi xatosini ko'raylik, xo'p. O'sha joyda mana shu joygacha nechta agat bo'lsa ko'raylik, xo'p. Bir boshdan kelaylik. 2 donadan mana razmerga ekkanmiz. Buni kompyuter ekmagan, oddiy odamlar ekkan buni, oddiy qo'l mehnati bu. Xo'p, endi ikkinchi qatorga o'taylik. Ikkinchi qatorimizga o'taylik. Bir voshdan ko'raylik. Xo'p, bir voshdan balaqani. Qayda ola bor, qayda noto'g'ri. Xo'p, mana. 3-agatga o'taylik. 3-agatga, xo'p. Qani, kelyapmiz. Har 40-35 sm-da 2 dona makkamiz bormi? Mana. Makkamiz bexato chiqqan 2 donadan mana. Mana 4-agatgacha o'taylik. Mana. Hop. Mana. 2 donadan o'sha razmerda bexato chiqqan makkamiz. Bitta narsa o'ylantiryapti. Makkamizni o't bosib ketibdi. Hop. Buni qanday yo'qotamiz? O't bosib ketibdi. Kimlar uchundir bu o'ta haligi o't qo'rqinchli daraja.
Lekin kimlar uchundir bu o't, sho'r, toshloq yer muammosi yo'q. Suv bo'lsa bo'ldi. Suv bo'lsa bo'ldi. Mana bugun hozir deylik 26-aprel, ertalabki soat 9. Biz xudo xolasa hozir yarim soatda buni chizil yoki kultivasiya nima texnikamiz bo'lsa shuni qilamiz. Sizlar hozir shu jarayonga o'tamiz. Kultivasiya chizil jarayoniga o'tamiz. Mana holatni ko'rdilaring. Bo'ldi. 16-14 kuni biz ishlovni boshladik. Xo'p, endi suv Makka ekilgan kuni emas, qachonki quruq yer bo'lsa, suv oqqan kunidan hisob bo'ladi. Amal o'shanda kiradi. Endi yohoblangan suv qo'yilgan joy bo'lsa, u o'sha soatdan kiradi amalga. U o'sha payt hisob. Lekin bu quruqmi, как положено suv qo'yilgandan keyin amalga kiradi. Xudo xolasa endi chizillangan variantida ham video syomka qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana 1 gektarlik don variantiga ekayotgan yerimizda ishlov jarayonlari уже boshlandi. Mana bu haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum Shakir aka. Bugun 28-aprel, 26-kuni aprel kuni birinchi chizilimizni soldik. Bugun 28-aprel ikkinchi chizilimizni soldik mana. Ikkinchi chizilimizni soldik. Xudo xolasa endi erta turib 30-aprel kundan buni chopiqqa tushib ketamiz shu bilan. Mana o't jiyagimizda, kunamizda hech narsa qolmadi. Makkani yonig'acha mana bizga kerakli yerda unimi bo'ldi mana. Bizni mashina bir qarich to'shida joyimiz qoldi. To'shida mana shu joyimizda mana bo'ldi. Xudo xolasa bitta chopiq qilsa, o'tlardan, hamma narsalardan qutulamiz. Endi o'tdan qutulish ikkita variant. Bitta chopiq variantimiz bor, bitta zahar berish variantimiz bor. Xo'p, ikkovi ham aslini olganda to'g'ri variant. O't bostirib yuborgandan ko'ra zahardan ham foydalangan ma'qulroq. Lekin sharoiti bor odam, imkoniyati bor odam chopiq jarayonini qilgani ma'qulroq. Buni chunki zaharda men o'zimni boshimdan o'tkazgan yerim chopiq bilan zaharda tonnada ozgina farq qilib qolishi mumkin. Jicha farqi bo'lishi mumkin. Ozgina bunda to'xtash sennerlarda jicha tushish varianti bor. Meni boshimdan o'tgani shunday, balki kimlardadir o'tmagan bo'lishi mumkin, tonnasi pasaymagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz mana birinchi ishlovni boshladik, 2 marta chizil qildik, ertaga bir kun dam beramiz, indinga chopiqqa tushib ketamiz buni. Xudo xolasa. Chopiq jarayonini ham videoga olamiz, kuzatuvchilar. Hammasini bitta qilib YouTube'ga joylab boramiz. 1 gektarlik don variantiga degan joyimiz уже traktor ishlovi, chopiq jarayoni ham tugatildi. Mana Makkamizning holati mana. O'ta zo'r. O'ta zo'r. Razmerda chiqqan Makkamizning tanalari ham baquvvat, mana ko'rib olaverasizlar. Endi kitob tilida gapirganda 1 2 3 4 5 6 7-siga harakat qilyapti, ishonchlisi 6 ta qula. Mana bugun chisla 30-aprel bugun 30-aprel. Mana shu Makkamiz real holatda 18 kunlik atrofida amal holatda turibdi mana shu. Endi men Makkaga 3 etap ishlov qilaman. Birinchi 20 kunlikda bitta ishlov qilaman. Shu jarayonda aytib beraman, keyingisini keyingi videolarga qoldiramiz. 3 etap ishlov bo'ladi, 3 etap. Men birinchi 20 kunlik, ya'ni kichkina 40. Kichkina 40 ichida qilinadi. 20 kunlik ichida. Endi bahor havosi ozgina sovuqroq kelib qolishi mumkin. Shuning uchun 5-4 kun, 23 kun, 24 kun, 25-kunga o'tib qolishi ham mumkin. Oxirgi dori solish, vitamin zahar sepish, shuning uchun 1-2 kun farq qilishi mumkin. Lekin yozgi holatlarda, kun yaxshi holatlarda 20 kunda delani yopaman men. Endi birinchisiga mana bugun 30 bo'ladigan bo'lsa, 26-kuni как положено chizilimizni yurgizdik. Birinchi chizilimiz. 28-kuni ikkinchi chizilimizni yurgizdik. Mana endi bugun mana 30-aprel kuni chopiqni mana shu yakunladik. Chopiqni. Mana chopiqni holati. Endi bizda yana ikkita ishlovimiz qolyapti bunda. Bundan vitamin bilan zahar qarzimiz qolyapti, ozuqa qarzimiz qolyapti.
ozuqa. Shuning uchun endi bugun abitdan keyin kechki paytda havoning gradiyasi ozgina pasaygan paytida hozir deylik 28 gradus issiq bo'lib turgan bo'lsa, abitdan keyin 20 gradusga tushgandan keyin bunga zahar bilan vitaminni berib qo'yamiz, qo'shib. Bo'ldi. Shu bilan deylik, yana 2 oradan vaqt o'tkazamiz. Shunda 2-may bo'ladi. Ya'ni bu makkamiz rosa 20 kunlik bo'ladi. 20 kunga to'ladi shu amalga kirgan holati. Shunda biz bunga fosfor, azot, kaliy ilojini boricha fosforga ko'proq e'tibor berib o'tib ketamiz. Nimagaki bizi yillarimiz unumligi hammasi yaxshi, bitta kamchilik joyi bor, ozgina. Nima desalaring, bizi joyimizni chirindi, fosfor qatlami Rossiyanikiga qaraganda, Xitoy, Yevropalarga qaraganda ozgina qattiqroq, fosfor miqdori kamroq, chirindi miqdori. Shuning uchun biz обязательно bunga 300 kilo fosfor har holatida, har qanday holatda beramiz. Gektariga. Gektarga, 1 gektar joyga. Endi azotga o'ta katta hozircha e'tibor bermaymiz. Buni holati hozircha bizga 200 kilo azotimiz yetadi. 100 kilo kaliy beramiz. 600 kilo aralashma beramiz. Endi sharoiti bor odamlar bor O'zbekistonda. Birinchi o'rinda imkoniyat bo'lsa, gung, bo'lmasa g'ozon, chirindi, kompos, shu eng asosiy ozuqani Makkaga effekti birinchi o'rinda o'sha turadi. Men ko'zim bilan ko'rganim, bir kuchlik olim inson bilan gaplashib qoldim. Mana shu dori, zahar, vitamin hamma narsa shu insonning qo'lida. O'zbekiston bo'yicha shu inson. Shu inson o'zining tajriba uchastkasida ko'proq gunga suyanadi. G'o'za ekadi, Makka tajriba qiladi. Mahalliy gung bormi, o'zini chorvasini gungi bormi, birinchi o'rinda o'shani qo'yadi. Haqiqatda ham men paxta terim paytlarida ya Makkasini ko'rgani borganimda birinchi terim bilan paxtasini deylik 40 sendir, 35 sendir, 28 sendir birinchi terimda uradi. Bo'ldi, to'ladi. Birinchi terimda gungni hisobiga. Gunga, chirindiga sharoit bo'lsa Makka o'ta suyadi. Eng birinchi o'rinda mana shu narsani qo'yish kerak. Keyingi o'ringa keyin fosfor, azot, kaliy. Biz endi hammamiz shunga o'tib ketib qoldik. Dangasalik qilyapmiz. Kuzlarda g'ozonlar o'ta seroq, mahalla kuylarda chorvalar o'ta seroq. Shunga ozgina e'tibor berishimiz kerak. 10 sotik joyi bor odam, 20 sotik joyi bor odam ekimoshda chirindi qila olmay qoladimi? Sharoit qilsa qiladi. Shunda dehqonchilikning umri uzoq bo'ladi. Shuning uchun bizi yillarimiz ozgina shu narsaga talabchanroq. Shuning uchun обязательно 300 kilo fosfor beraman bunga hozir, azot yengilroq beraman, kaliy, как положено beraman. Shuni uchun beraman. Birinchi kichkina 40, ya'ni 20 kunlik. 20 kunlikda men deylik 2-may kuni olsam 1,5 kun o'tib suvni qo'yaman. 20 kunlikda ishlov jarayoni, birinchi makkanda ishlov jarayonini tugataman. Shunda texnika 3 marta kirgan bo'ladi. 2 marta chizil yoki kultivasiya kirgan bo'ladi. 1 marta dori sog'ani, xuddi u ham o'sha usul bo'ladi. 3 marta обязательно kiradi. Bitta chopiq kiradi, mana chopiq. Haligi bundan deylik 2 kun oldingi holatda qanaqa o't bosganida, to'g'rimi? Hozir buni namlab suv qo'yganim bilan bu 10 kun orqaga qaytadi u zaharda. Hozir men o'tga dori sevdimmi, bu makka 10 kun orqaga qaytadi. Buni iloji yo'q. Bu to'xtaydi, bu amaldan to'xtaydi har qanday holatda ham. Buni senlari ma'lum miqdor tushadi. Iloji yo'q buni. Keyin yerni balandida quruq suv bilan yerni balandida to'shda yumshoq yerda makka qilyapmanmi, tomir yumshoq yerda zo'r ketyaptimi? Qattiq yer bilan bu yerni tonnasida ham farq qiladi. Iloji yo'q bu narsa. Shuning uchun suvdan uzoqroq, birinchi o'rinda suvga bostirmas, ikkinchi o'rinda suv qo'yib qo'ymaslik kerak. Suv ezmaslik kerak. Shu birinchi jarayon, ishlov jarayonimiz mana shu. Endi savol bo'lsa, bemalol beringlar. Qaydadir xato kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsam, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kimgadir nimadir savol, javob bo'ladigan bo'lsa, keyingi 40 kunlik jarayonimda o'sha savollaringga javob berib ketishim mumkin. Lekin ayrim sabablarga ko'ra sizlardan uzr so'rayman, telefon nomer qo'ya olmayman.
vaqtim yo'q, yetkazolmayman. Lekin qanday savol javob bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Men agronom emasman, oddiy dehqonman. O'sha narsa boshimdan o'tib, tajribamdan o'tkazgan bo'lsa javob berib o'tib ketaman, bo'lmasa uzr so'rayman. Keyingi ishlovlarni xudo xohlasa videoga qo'yib boramiz. Mana makkamizni holati. Rosa 20 kunlik 2 marta traktor ishlov bo'lgan, 1 marta chop bo'lgan holati mana. Endi zahar. Mana. Xudo xohlasa keyingi videolarni kuzatib borsalaring, bularga mineral o'g'it, zahar, qurtga qarshi hammasini video qilib adini chiqaramiz. Mana kanalimizga obuna bo'lib qolsizlar. Mana makkamiz holati. Rosa 20 kunlik makkamiz mana.